Sport do'stlik elchisi deb bejiz aytishmagan. Amerika poytaxti va uning atrofida turkiy kelib chiqishga ega talabalar, yosh mutaxassislar qolaversa, muhojirlar kun sayin ko'payib bormoqda. Odil Ro'zaliyevning hikoya qilishicha, qardosh xalqlar vakillari bir-biri bilan futbol orqali tanishmoqda. Turon 2009 deb nomlangan musobaqadan asosiy maqsad kim kuchli futbolchi ekanini aniqlash emas, Amerikadagi turkiy yoshlarni bir-biriga yaqinlashtirish bo'ldi. Сама причина то, чтобы как бы поддерживать наш комьюнити, всех тюркоязычных. Maqsad turkiy jamoalarni qo'llab-quvvatlash. Kelajakda nafaqat sport o'yinlari, balki boshqa tadbir va bayramlarni ham birgalikda o'tkazamiz degan umiddaman. Мы думаем, что это очень важно такого рода мероприятия делать периодически. Bunday tadbirlarni o'tkazib turish juda muhim. Bahonada tez-tez ko'rishib, muloqot qilib turamiz. Musobaqani o'tkazish g'oyasi to'satdan paydo bo'ldi. O'zbek, Ozarbayjon, turk, uyg'ur va qozoq yoshlari unda ishtirok etishga darhol rozi bo'lishdi. Bu musobaqaning ahamiyati yana butun turk millatlarimizning bir yerga yig'ilib, hammalarning o'zaro tushunishimizni, bir-birimizni va ham do'stlik o'rnatishimiz uchun bir ahamiyat qadam boshlash uchun bugungi bu musobaqani o'rinlashtirdik hammalar bilan. Turnir ishtirokchilari orasida talabalar, AQShda ko'pdan beri yashayotgan va yaqinda kelgan muhojirlar bor. Ular o'zga yurtda qardoshlar bilan aloqa o'rnatib, kelajakda birga tadbirlar o'tkazish imkonidan mamnun. O'zbekiston! O'zbekiston! O'zbekiston tomonidan balish bo'lib keldi. Endi yutmasa O'zbekiston ko'tarib kelganmiz. Lekin men uchun kerak, mana o'zlarim bolalar. Turon 2009 musobaqasi ishtirokchilari uni an'anaviy qilishga, keyingi turnirga tojik va qirg'iz yoshlarni ham taklif etishga kelishib oldilar. Odil Ro'zaliyev, Washingtondan Amerika ovozi televideniyasi uchun.